Kim iPhone tutadi? Korobkasini uyingizda saqlaysizlar, to'g'rimi? Uyingizda saqlab qo'ygansizlar, ochgansizlar, tako unpacking qilib. Bu ham manipulyatsiyaligini bilasizlar, to'g'rimi? Apple korobkasini o'zida 200 dan ko'p patent bor. Steve Jobs shuni bilgan, birinchi iPhone chiqarayotganida birinchi taassurot qanchalik muhimligini. Korobkani o'zida 200 ta patent qilib, undagi korobka ochilish sistemasi, undagi korobkani sifati hech qaysi hozir brend konkurenti yo'q. Keyin o'sha unpacking qilayotganda ochganingizda tako shiq degan ovoz chiqadi, ozgincha havo chiqadi ichidan, bilganmisizlar? O'sha narsa kontrolируемое трение deyiladi. Bu ham o'sha marketing iboriga kirib ketgan. Ko'p brendlar buni kopiya qilmoqchi bo'ldi, ya'ni ko'chirmoqchi bo'ldi. Kimdadir o'xshadi, kimdadir o'xshamadi, lekin baribir Apple o'zini nima deydi, birinchi urovnida qoldi va aynan mana shu narsa ularni premium produkt qilib ushlab turadi. Ya'ni oddiy produktlar har doim tez ochiladi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Masalan, chips, там условно zvachka, ya'ni qanaqadir oddiyroq mahsulotlar juda ham tez ochiladi, a вот premium mahsulotlarni ochishingiz juda ham qiyin. Ularni ochish sizlarga bir protsess va har doim esingizda qoladi.